Zarina, Samarqanddan. Samarqandliklar bormi? Hamma samarqandliklar sahnadami deyman, qo'llab-quvvatlaydiganlar hammasi sahnada ekan, raqiblaringiz ekan. Xo'sh, assalomu alaykum, ismingiz? Ali. Qayerdan tashrif buyurdingiz? So'rayapman, Samarqand. Assalomu alaykum, ismingiz? Assalomu alaykum, Georgiy. Ismim Georgiy, Toshkentdan. Hamma samarqandliklar emas ekan-ku sahna. Toshkentliklar bormi? Sizni qo'llab-quvvatlaydiganlar ko'p ekan, yutsangiz bo'ladi bemalol. Siz qayerdan edingiz? 70-75. 70-75 legenda bormisizlar? Qo'llab-quvvatlaydigan kam ekan. Xo'sh, ismingiz? Ibrohim. Qayerda? Samarqandlik. Samarqandliklar ikkitagina ekan. Xo'p, shartlarni tushuntirib o'taman. Bizning shartimiz shundan iboratki, DJimiz o'zlari xohlagan musiqani qo'yadilar. Sizlar raqsga tushishinglar kerak bo'ladi. Oyog'inglar ishlamaydi. Qo'linglar ishlamaydi. Boshinglar ishlamaydi. Yelkanglar ishlamaydi. Xo'sh, topinglar qani qat ishlaydi. To'g'ri. Mimika ishlaydi. Faqat yuz orqali raqsga tushasizlar. Sizlarni qo'shiq ham bor, hali shoshmaysiz. Shu bosqichdan o'tasiz-ki, qo'shiq ham aytasiz. Ona bo'lmaydi, voy. Siz o'ynavering qani, oxirigacha borsangiz, finalga naborat osonroq bo'ladi sizga. Xo'p, tayyormizmi? Tushundinglar? Faqat haqiqiy bahon tomoshabinlar qo'yadi. Bo'ladimi? Marhamat, musiqa tomoshabinlarga qarab o'ynaymiz. Tomoshabinlarga qarab. انا مش بشرب طلبت عصير qo'llab o'tiramiz tomoshabinlar. انا كده بشرب شايف عصافير ودماغي بتعمل بام بام Bu yer ishlamaydi, mimika faqat. Ko'z qoshlar. Bo'ldi, yetadi. Xo'p, birinchi ishtirokchimizga qarsakinglar. Tushuna oldingiz-a? Ikkinchi ishtirokchimizga qarsakinglar. Hamma toshkentliklar shu yerda ko'z tegmasin. Uchinchi ishtirokchimizga qarsakinglar. Xo'sh, so'nggi ishtirokchimizga qarsakinglar. Xafa bo'lmaysiz, bizani siz tark etasiz, lekin bitta sherigingiz qoldilar. Oxirigacha chiqib yutib olishlari mumkin sovg'ani. Marhamat, muhim ishtirok. Kayfiyatlar yaxshimi? Alo, Buxoro, Jizzax 70-75. Xo'sh, davom etamiz. Ikkinchi shartimizni tushuntirib o'taman. Mana endi qo'shiq aytasiz. Lekin hozir qanaqa bayram? Navruz qanaqa bayram? To'ppa-to'g'ri milliy bayram. Milliy bayram bo'lgani uchun milliy qo'shiq aytamiz. Bo'ladimi faqat? Siz ayta olasizmi milliy qo'shiq? Endi to'g'ri tushunishga majburmiz. Sizga mumkin, lekin sizlar milliy aytasizlar. Bo'ladimi? Ketdik birinchi ishtirokchimiz. Marhamat. Ruscha muzika aytaman. Давай, пой. Sho'x bo'lish kerak, to'g'rimi? Давай. Я тебя посвящал все песни свои. Я себя открывал, что хочешь, бери. И с надеждой ждал, когда же тронется лед. Только сердце любимо, любовь не живет. А я не знал, что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким. Я не знал, но все равно я себе желаю счастья. Все, yetadi. Я тоже не знал. Xo'sh, esingizga olib qolinglar qanaqa baho berishni. Xo'sh, ikkinchi ishtirokchimiz marhamat. Aynan Navruz haqida bo'lish shartmi? Shu bitta Ozodbek Nazarbekovga aytaylik, bizga baland bermangizlar kerak emas bu. Prosta, xo'p, sarsonni bitta qo'yib bersang iloji bo'lsa muzika. Atrofingda men sarson chiroylisan hammadan. Ayt kelsin menga qachon sevaman deb aytasan zir yugurgan ortingdan shahzodalar juda ko'p kel o'shalar oldida men g'aribni bitta o'p kel o'shalar oldida men g'aribni bitta o'p
atrofingda men sarsonman, chiroylisan hammadan. Aytgil sen menga qachon, sevaman deb aytasan, sevaman deb aytasan. Oxirigacha aytaylik endi. Gap bo'lishi mumkin emas, bemalol oxirigacha eshitib o'tirishadi. Lekin o'zi shu yerda bo'lganda aniq sevaman deb aytardi.